Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun muhojiratdagi qiz o'g'illarimizning jo'r tanlashi haqida to'xtalamiz. Avval oilaning ahamiyati. Oila jamiyatning ultimi, qalbi Alloh taologa bog'langan, vatanini suydigan, millatining g'amini yeydigan musulmonlar uchun va barliq insoniyat uchun yaramli farzandlarni yetishtirib chiqadigan bir muhim o'rin. İnsanlarga Rabbini tunutgan peygamberler, peygamberlerge varislik kılgan ülemalar, hak ve adalet yolda küreş kılgan mücahitler, her kaysi sahalarda netice yaratıp, insanlarga türlü fen texniki yeniliklerini barlıkka keltiriş arkalık, ulanın turmuşini onaylaştırgan ilim fen alimleri ana şu aileden yetişip çıkan. Şuna aile adam yetiştirdiğin en muhim merkez. İki mümin yaşının bir araya gelip aile kuruşu Müslümanlar cemiyeti için baylık ve güç kuvvet menbesi. Çünkü İslam'ın güzel geleceği öz mesuliyetini bilgen, Allah Teala'nın yolunda mağadıgan ve şu yolda harmay talmay işleydiğin evlatlığa ihtiyaçlıktır. Muhaciratdagi qiz o'g'illarimizning taqvolikni asos qilgan oilalarni qurib chiqib, ona vatandagi suyumli xalqimizning hur ozodlik uchun yaramliq, dindor va vatanparvar avlodlarni ko'plab yetishtirish vazifasi bor. Bu navbatdagi eng muhim bo'lgan diniy va milliy vazifadir. Şuna biz yaşlarımızın öy uçaklık buluş işlerini onaylaştırışqa, öylenişinin ve toy ötküzüşünün şartlarını azaltışqa tirişimiz lazım. Çünkü hemimiz musafir, hemimiz yatlarının yerde hayatlık mücadelesi elip beriyotgan kişilerimiz. Bu sebepten köpünçimiz yurtumuzdagidek haşamatlik ve köp çıkımlık toylarını ötküzelmeyimiz. Kız oğullarımızın öğreniş işlerini onaylaştıraylı. Muhaciratdagi kız oğullarımızın hemmesi, bulupmu ata-anası vatanda kalganlarının hemmesi bizning öz farzandlarimiz ve uka singillarımızga o'xshashdir. Ularning oila qurish ishlariga yordam qilish bizning burchimiz ve dini hem milli vazifamiz. Yoshlarning oila qurish ishlariga yordam qilish moddiy jihatdan bo'lgandek ko'proq ma'naviy jihatdan bo'ldi. Chunki ota-onasi yanida bo'lmagan tasalliga, histoshlikqa, g'amini yeyishga, ma'naviy destekka, moddiy yordamga muhtoj bo'layotgan, muhtojligini va dard alamlarini aytolmaydigan o'g'il qizlarimizning yuklerini yengillatish hammamizning qilishga tegishli ishimiz. Yoshlarımızga yordam qilish ularga pul berish bilan bo'lmaydi. Balki ularga mehribonlik qilish, yo'l ko'rsatish, dardlarini tingshash, o'qish, ish tepish, o'ylanish qatorliq ishlarga ega bo'lish yoki hech bo'lmaganda destek berish bilan bo'ladi. Qiz o'g'illarimizga qandoq jo'rlar kerak? Bizning islom dinimiz bütün insoniyatning ikkili dunyoda baxt saodatlik bo'lishinin yo'llarini Qur'on Kerim va sahih hadislar orqali nihoyat ro'shan va to'liq bayon qilgan. Shundaqla o'rgatgan. Qiz o'g'illarning kimlar bilan oila qursa baxtli bo'ladiganligini mukammal darajada bildirgan. Hamma odam qiz o'g'illarini yaxshi birisiga uylantirishni xohlaydi. Qizlarmi, o'g'illarmi o'ziga yaxshi bir jup izlaydi. İslam dinimiz bizga yaxshi er bilan yaxshi ayolning qandoq bo'lganligini bildirgan. İslam nazaridagi yaxshi er. İslam nazaridagi yaxshi er uningda bütün insonlik fazilatlar ve erlik xislatlari mujassamlangan, hayotlikqa to'g'ri muomala qiladigan diyonatlik, rostdil erdir. Er qanchalik boy bo'lib ketsin yoki cho'ng mansablik va yoki katta obro'yli bo'lib ketsin, uning diyonatdan va go'zal axloqdan nasibasi bo'lmasa, u islom nazaridagi yaxshi er sanalmaydi. Öğlenmekçi bolgan kız çokanlar eğer turmuşta baxtlik bulay dese, en avval İslam nazaridagi yaxshi erni tanlashi, shuningdek diyonatsiz erlarning sirtqi qiyofatiga, mal dunyosiga, yuz obro'yiga, oliy mansibiga, cho'ng diplomiga oltinib ketmasligi lozim.
bizning yo'lboshchimiz va insoniyatning iftiqorlik ulgusi bo'lgan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam islom nazaridagi yaxshi erning xislatlarini ixchamlagan va uni din bilan isil axloqdan iborat ikki narsaga markazlashtirgan holda mundaq degan: diniy va axloqiy sizlarni rozi qiladigan qandaqla bir kishi sizlardan qiz so'rab kelsa, ularni tizdan uylantiringlar. Agar undaq qilmasanglar, yer yuzida cho'ng buzuqchilikni tergan bo'lasizlar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, agar uningda, ya'ni u yigitda yo'qsullik yoki boshqa kamchilik degandek narsalar bo'lsa-chi?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Diniy va axloqiy sizlarni rozi qiladigan qandaqla bir kishi sizlardan qiz so'rab kelsa, ularni tizdan uylantiringlar" degan iborani 3 qatim takrorlaydi. Endi islom nazaridagi yaxshi ayol. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam turmush qurg'uchining o'z jo'risini qandoq tanlashi haqida ta'lim berib mundaq degan: kishilar ayollarni 4 narsaga qarab tanlaydi. Ayolning boyligiga, chiroyiga, nasabiga va diyonatiga qaraydi. Sen eng avval diyonatlik bo'lganini tanlagin. Shunda qilsang foyda topsan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda kishilarning birga turmush qurmoqchi bo'lgan ayollardan talab qilishida umum bo'lgan 4 sifatni bayon qilib, oxirida diyonatni avval tanlab, uni birinchi o'rinda qo'yishning lozimligini ta'kidlaydi. Ba'zi kishilar jo'risi bo'ladigan ayolni tanlashda uning diyonati va axloqidan qat'iy nazar holda dunyoning qiyinchiliklari uchun yordamchi bo'lib qolar degan umid bilan uning boyligini la ko'zda tutadi. Ba'zi kishilar ayolning mansibi va jamiyatdagi o'rnini ko'zlab, uning diyonatidan va axloqidan qat'iy nazar holda uning bilan turmush quradi. Yana ba'zi kishilar eng avval ayolning diyonatini asos qilgan holda tanlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tavsiyasi mana shu. Diyonatlik degan sifat yuqorqi 3 sifat bilan birga tepilsa texmi yaxshi. Agar boshqasi bo'lmasa-mu, diyonatning o'zi yolg'izla yuqorqi sifatlarning hammasidan eshib tushadi albatta. Yuqorqi 2 hadisga ko'ra qizning o'ziga jo'r tanlashdagi prinsipi yigitning diyonati bilan axloqi. O'g'ilning o'ziga jo'r tanlashdagi prinsipi qizning diyonati. Ya'ni dindar va axloqli yigit qizlarning tanlashiga sazovor bo'ladigan eng loyiq yigitdir. Diyonatli qizmi o'g'illarning tanlashiga sazovor bo'ladigan eng loyiq qizdir. Nima uchun o'g'ilga diyonat bilan axloqdan iborat 2 shart, qizga diyonatdan iborat birla shart qo'yilgan? Chunki er uyning turuki, oilaning himoyachisi, ailenin başlığı ve ayalını başqurğuchi. Şuna onun dindar buluş bilen bir vakitte ahlaklık buluşu zürür. Eğer o şundaq bolmaganda ayalını uruduğan, xarlaydıgan, zulüm kıldıgan ahvallar kelip çıkıdı. Şuna bu yerde erinin ahlaklık buluşu alayda ta'kidlangan. Bu deganlik ayol ahlaklık bulmasın bulduğu deganlik emas, belki ayolning ahlakı hammadan bak muhim. Dindarlık degan nima? Dindarlık Allah Taala'nın dinida mustahkam turib, din ve dunyolik barliq ishlarda Qur'on ve hadisning ruhi bo'yicha ish ko'rish, dinimizning amr farmonlarini o'rindab, man'iy qilingan ishlarni yiroq turish, amaliyati ve muomalasi bilan kishilarga ulgu bo'lish deganlik. Axloq degan nima? Axloq har ishda durust, adolatlik, rostchil bo'lish, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik, sevgi, vafolik, iymon, e'tiqodlik bo'lish, oilasidagilarga mehribon, ota-onasiga vafodor, urug' tuqqanlarga kuyimchan, qo'shnilarga apuchan, hayvonlarga rahimdil bo'lish. Mayli dunyolik, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rindash. Xatoligini dadil e'tirof qilish, adablik, jasoratlik, sehi, mard, pokiz, ko'ksi
qarni keng bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, o'ziga yo'linish, vijdonliq, g'ururliq bo'lish, nomusini saqlash, iffetlik bo'lish, vatanga, xalqiga va butun insonlarga manfaatlik bo'lish va boshqalar. Dindarlik bilan axloq eng cho'ng boyliqdir. Dindarlik bilan axloqdan iborat mushu ikki shartni o'zida hozirlagan har qanday qiz-o'g'il jo'r bo'lishga va billa oila qurishga eng loyiq kishilardir. Shunga qiz-o'g'illar o'zlariga jo'r tanlashda bu ikki xislatni asos qilishi, uyi bormikan, mashinasi bormikan, diplomi bormikan, Qur'on yodlaganmikan deganlarni emas, oldi bilan din ve axloqdan ibaret bu ikki xislat bormi yo'q, buni surishti qilish lozim. Yuqorqilar bu ikki xislat bilan birga tepilsa, texi yaxshi. Agar ular bo'lmay, mushu ikki xislatlar bo'lsa, yetarlik. Chunki din ve axloq hammani besib tushadi. Navoda qarshi tarafda din ve axloq bo'lmay, Qarunning boyligi yoki Fir'avnning podshohligi va yoki dunyoning shuhrati bo'lgan taqdirdimi, u oilani baxtli oila degil bo'lmaydi. Chunki baxt saodat pul mol bilan bo'lmagandek, mansab va shuhrat bilan bo'lmaydi. U faqat haqiqiy dindarlik va go'zal axloq bilan bo'ladi. Birovning axloqi uning ibodatidan muhim. İbadet dinning bir qismidir. Chunki din ikki cho'ng asosni o'z ichiga olgan bo'lib, biri aqida, yana biri ibodatdir. Buni islom qonunshunos olimlari usul va furu', ya'ni asosliq masalalar va shoxchi masalalar deb ataydi. Asosliq masalalar deganimiz aqida masalalarini ko'rsatadi. Chunki aqida hammadan muhim. Shoxchi masalalar deganimiz ibodatlarni ko'rsatadi. Chunki ibodatlar aqidaga bog'liqdir. Shunga aqidasi to'g'ri bo'lmagan kishining ibodatlari qabul bo'lmaydi. Axloq dinning hammasidir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchunla avatildim degan. Axloq payg'ambarimiz Hazreti Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lib avatilishining g'oyasi qilingan. Yani İslam'ın gayesi ahlak deganlikdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakat ahlak öğütüş üçünla peygamber olup kelgen mi o? Dep hayran kalgıçlarga aytamiz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed aleyhisselamga "Ve ma ersalnaka illa rahmeten lil alamin." Biz seni alemlerge fakat rahmet kılıpla evettik dedi. Alemler insanlar alemi, hayvanatlar alemi, haşeratlar alemi, kuşlar alemi ve tabiat alemi bütün alemlerini ko'rsatdi. Aş alemlerin hammasiga yaxshilik bulup evetdik seni deydi. Ondaqda rahmetning ma'nosi nima? Rahmat so'zi lug'atda kuyunish, mehribonlik, shafqat qilish, rahimdillik degan ma'nolarni ifodalaydi. Rahmat so'zini mashhur tilshunos olim Abdulqohir Jurjoni boshqalarga yaxshilik yetkazish deb ta'riflagan. İslahatçı alim İbn Qayyim Jawzi uni axloq jafo tarsimi, ko'ngli xolimisimi, boshqalarga manfaat yetkazishni taqozo qiladigan sifatdir deb tunishtirgan. Axloqning bu oyat bilan nima munosabati bor? Qani o'ylab ko'ring. Aldamchilik, yolg'onchilik, va'dasiz turmaslik, xiyonatchilik, ishonchsizlik, shafqatsizlik, vaqtga rioya qilmaslik, bir-biriga kuyinmaslik qatorliq nachar illatlar davri surgan bir oilada va bir jamiyatda rahmatning iznasini topqil bo'lamdi. Shunga keskin ayta olamizki, men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim degan hadis bilan biz seni olamlarga faqat rahmat qilibla avatdik degan oyat o'ttirsidagi munosabat oldinqisi keyingisini ro'yobga chiqaradigan zich munosabatdir. Chunki axloq bo'lmasdan rahmat amalga oshmaydi. Undaqda axloq ibodatdan muhimmi? Bu nima uchun? Shaksizki axloq ibodatdan muhim. Chunki ibodatning asosliq vazifasi
ve bu arqılıq yetmekçi bo'lgan nişan g'oya axloqni isloh qilish ve insonlarni Alloh taolaning buyrug'ini bo'yicha yashaydigan qilib chiqishdan iboratdir. Navoda ibodat bu vazifasini ado qila olmasa, o ibodatning tantarbiya harakatlaridan hech bir farqi qolmaydi. Ya'ni kelib ibodat qilinish Alloh taolaning haqqidir. Shunga ibodat Alloh taolaning o'zi uchun qilinadi. O ibodatdagi kamchiliklarni va nuqsonlarni xolisa bandaning tavbasi bilan, xolisa o'z fazli bilan kechirib o'tadi. Ammo axloqsizlikning gunohini, ya'ni birovning yana biriga qilgan yo'lsizligining, yomonligining, askiligining gunohini Alloh taolo kechirmaydi. Chunki güzel axloq bilan muomala ko'rish bandalarning haqqi. Ularning haq huquqlari, yuz obro'yi ve qadr qimmati qo'g'dilishga buyurilgan. Ya'ni jamiyatdagi kishilar bir-birininki mushu qimmatlarini qo'g'dashga buyurilgan. Ya'ni insonlardan boshlab har bir maxluqotning qo'g'dilish haqqi bor. Bu sababdan birovning ibodatlari uning maxluqotga qarata sodir qilgan axloqiy qilmishlarini yuyolmaydi ve gunohlarini o'chirolmaydi. İmam Buxoriy ve İmam Müslim rivayet kılgan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayal bir müşkni nan yoki suv bermasdan yoki yerden bir narsa tepib yeyishi uchun qo'yib bermasdan sulab qo'yib uning o'limiga sabab bo'lganligi tufaylidan shu ayal do'zaxi bo'lib ketdi deydi. Yani bir ayal bir müşk sebeplik do'zaxi bo'lib ketdi deydi. Bu sahih hadis. İmam Buxoriy, İmam Müslim rivayet qilgan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir günü sahabelerden kimning quruq qo'l qolg'uchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda sahabelar hech qanday mol mulki bo'lmagan kishini quruq qo'l qolg'uchi kishi deymiz deydi. Bu vaqtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qiyomat kuni birov namoz, zakat ve ro'za bilan keladi. Ama o birini tillagan, biriga tuhmat chaplagan, birining melini yeb olgan, birining qonini to'kkan, birini urgan bo'lib, bu sababdan uning yaxshiliklari, ya'ni shu ibodatlari shularga elib beriladi. Ya'ni haqsizlikka uchragan kishilarga elib beriladi. Uning yaxshiliklari tugab qolsa, ularning gunohlari uning ustiga ortildi. Ondan o do'zaxga tashlandi. Mana bu mening ummatimning quruq qo'l qolg'uchisidir degan. Hadisda ko'rganimizdek ibodatning qabul bo'lmasligining va oxiratda asqatmasligining birdan bir sababi nachar axloqdir. Nachar axloqdir. Bu hadismi İmam Müslim rivayet qilgan sahih hadis. Hamda so'zida turmaslik qarshi tarafning haqqini yeganlikdir. Palonini haqqini yeb oldi deyilgan hamon aqlimizga uning pulini elib olgan o'xshaydi degan o'y keladi. Aslida haq pul mollar emas, balki insonning yuz obro'yi, qadr qimmati, vaqti, umri, pul mali ve ilkide bo'lgan her narsa uning haqqidir. Birovga va'da berib qo'yib, vaqtida kelmay, uni saqlatish uning eng cho'ng haqqini yeganlikdir. Chunki uning vaqti pul malidan qimmatlik ve ömrünün bir parçasıdır. Yani vaqt hamma narsadan qimmatlik. Uning birovni saqlash jarayonida behuda o'tib ketgan vaqti ömrünün bir parçasını elib ketadi. Bu ziyonga kim sebep bo'lgan bo'lsa, uning haqqini yegan bo'ldi. Yani uning vaqtini kim olgan bo'lsa, o'sha kishining haqqini yegan bo'ldi. Vaqt o'g'risi pul o'g'risidan yomon. Chunki o'g'irlangan pulni qaytirib olg'ili yoki qayta ishlab topqili bo'ldi. Ammo o'g'irlangan ömrni qaytirib olg'ili yoki pulga bo'lsin setib olg'ili bo'lmaydi. Ketdi. Vaqtga rioya qilishda ba'zi musulmonlar to'liq beparvo, to'liq mas'uliyatsiz keldi. Aslida bizning ibodatlarimiz, xususan 5 vaqt namozimiz bizga intizom ve vaqt qarashini o'rgatadi.
Ammo nurg'un kishilar uni o'rganmaydi. Ular xuddi doktorning do'risini vaqti qaralda yeb turuqliq saqaymagan koni kasallardek ibodatlarni vaqtida qilib turibmi? Hatto namozlarni masjidlarda ado qilib turibmi? Uning mevasini ololmagan, ma'naviy kasalliklardan saqay olmagan bechoralardir. Vaqt Alloh taolaning nazarida to'limi qimmatli narsa. Vaqt bilan qasam qilingan Asr surasi buning misoli. Mu'minun surasida nijotlikka erishadigan mu'minlarning xislatlari bayon qilingan oyatlarda va'daga vafo qilish xislati, ya'ni musulmonlarning, ya'ni mu'minlarning va'daga vafo qilishdan iborat xislati musulmonning hayotida eng muhim bo'lgan namozning oldida keltirilgan. Ya'ni namozning oldida keltirilgan. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan va'dasiga rioya qilg'uvchilardir degan oyatda mu'minlarning omonatlarga va va'dasiga rioya qildiganlik hislati bayon qilingan. Andin vallazina hum ala salavatihim yuhafizun. Namozlarini vaqtida talabga loyiq ado qilguvchilardir degan oyatda ularning namozni vaqtida o'qiydiganlik hislati bayon qilgan. Qur'on Karim oyatlaridagi tartiblar hargizmi maqsadsiz emas. Demakchi bo'lgan shuki, vaqtga rioya qilmaydigan, va'dasiga ahamiyat bermaydigan odam hargiz yaxshi odam emas. Chunki u mu'minlik salohiyatiga tushmaydi, balki munofiqlikka tushadi. Chunki payg'ambar alayhisalom munofiqning alomati 3dir. Ular so'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qildi, omonat qo'yilsa xiyonat qildi deb ko'rsatgan. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan, ya'ni sahih hadis. Ibodat bilan axloq ayrilmaydigan, qat'iy ayrilmaydigan bir bütünlük. İnsan tantarbiya orqali jismoniy sog'lomlikka erishsa, ibodat orqali ruhiy go'zallikka va go'zal axloqlarga erishidi. Ba'zi kishilar masjidda nihoyat axloqli bo'lsa-mu, ammo masjidning sirtida, jamiyatda, oilasida, ish o'rnida u boshqa bir inson. Ibodat bilan axloq o'ttirisidagi mundaq cho'ng ayrilish natijasida islom dunyosida mundaq ikki xil insonlar mavjud. Biri axloqi nachar, ammo ibodatlarni vaqtida o'rindaydiganlar. Yana biri axloqi yaxshi, ammo ibodatlarni yaxshi o'rindamaydiganlar yoki faqat o'rindamaydiganlar. Jamiyatda ba'zi kishilar borki, ular muomala ishlarida nihoyat rostchil, durust va ishonchli, ammo namoz o'qimaydi. Yana ba'zi kishilar borki, ular ibodatlarga nihoyat herisman bo'lsa-mu, axloqi nachar bo'lganlikdan birovni aldaydi, yana biriga azor qiladi. Bu ikki firqaning hech qaysi islomdan emas. Su bilan o't birlashalmaganda talabga loyiq o'rindalgan ibodat bilan nachar axloq hargiz birlashalmaydi. U boshqa narsa. Qur'on Karim baxtga erishadigan haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilgan jimi oyatlarda ularni, ya'ni axloqi bilan va ibodati bilan maqtagan. Ya'ni ularning axloqi bilan ibodatini maqtagan. Masalan, Mu'minun surasida mundaq kelgan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim xoshi'un. Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Ular shundoq mu'minlarki, ular namozlarda Allohni ulug'laganlikdan uningdan ayminib turg'uvchilardir deydi. Bu ibodat. Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uvchilardir deydi. Bu axloq. Vallazina hum liz-zakati fa'ilun. Ular zakat berguvchilardir deydi. Bu axloq. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
Ular avratlarini özlerinin ayolları ve çöğrülerinden başkalardan, yani haramdan saqlag'uvchilardir. Öz ayolları ve çöğrüleri bilen cinsi yaqinchilik qilg'uvchilar malomat qilinmaydi. Bunun sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilg'uvchilar haddidan oshquchilardir. Bu axloq. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ular özleriga topshirilgan omonatlarga va bergan va'dasiga rioya qilg'uvchilardir. Bu axloq. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ular namozlarini vaqtida talabga loyiq ado qilg'uvchilardir. Bu ibodat. Qur'on Karim yana Allah Taala'nın söygüsüge erişken yaxşı bendilerinin sübetlerini mu, ularning ibadeti ve ahlakı bilen birge bayan kılgan. Mesela Furqan suresi de mundaq kelgan. Ve ibadur rahmanillezine yemşuna alel ardı havna ve iza khatabahumul cahiluna qalu salama. Rahman Allah'ın yaxşı bendileri ziminde özlerini tüven tutup temkinlik bilen mağdu. Nadallar ularga nalayık söz kılsa, ularga serge amallık tileymeyiz deydi ve öz yoluga devam kılıdı. Bu ahlak. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ular keçilerini Rabbige secde kılış ve kıyamda turuş bilen ötküzüdü. Bu ibadet. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صِرْفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Ular Rabbimiz bizden cehennem azabını yirak kılgın. Hakikaten onun azabı kafirlardan ayrılmaydı. O hakikaten yaman karargahtır, yaman caydır deydi. Bu ibadet. Çünkü dua ibadettir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Ular xiracat kılganda israfçılık mı kılmaydı, bexillik mi kılmaydı, ikisinin arasında o'ttirhal yol tutudu. Mana bu ahlak. Demek dinimizin bizden talep kıldığını ibadet bilen ahlak her ikisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'nin Maun suresinde أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. İyi peygamber, ahiret gününü yalgan diyen adamını gördün mü? O yetimni düşkeleydiğen, miskinge tamak berişini tergip kılmaydiğen adamdır. Şundak namaz okuyucularının halığı var ki, ular namazlardan biperva kişilerdir. Ular riyakarlık kıldığan, yip-yığını çağılık en akalli narsini ötünü yerim kılmaydiğen kişilerdir. Deyiş arkalık, ahiretini inkar kıldığan kafir adamның yetimni düşkeleş, miskinge tamak berişini tergip kılmaslık ve ötünü yerim kılmaslık katarlık ahlaktaki yaman kılmışlardan bir kançısını eyüplegen bolsa, riyakarlıktan ibaret ibadetteki birla kılmışını eyüplegen. Bunun körüvelişki buldu ki Allah Taala'nın nazarda ahlakka dahli yetkizdiğin kılmışlarının günahı emel ibadetlerini urundumaslık ve riyakarlık kılışının günahıdan çoğundur. Çünkü Allah Teala özünün kıl ve kılma degen emrige hılaplı kılgıçlarının günahını halisa tövbesiz, halisa bendinin tövbesi bilen keçirdi. Ama mahlukatının, hususen insanların hakkıga taalluk bolgan kılmışlarının günahını ular keçirmek için Allah Teala keçirmeydi. Birovni ibadetiga qarabla yaxshi odam degil bo'lmaydi. İbadetlerinin buyuruşunun sebeplerinin biri insanların ahlakını ıslah kılıştır. Çünkü namaz, zakat, roza, hac, Kur'an okuş, dua kılış, katarlık ibadetlerinin her biri insanın ahlakını tüzep, onu Allah Teala'nın yardımıyla layık kılış rolünü oynaydı. Afsus ki günümüzdeki nurgun kişilerini ularning qilgan amel ibodatlari güzel ahlaklı qilolmayotidi. Shunga aldamchilik, yolg'onchilik, va'dasi turmaslik, omonatga xiyonat qilish, savdoda yolg'onchilik qilish, kishilarni qaqti so'qtiq qilish, birovlarning haqqini yeb olish, zulm qilish, oila a'zolariga qattiq qo'llik qilish,
qo'shnilarga haqsizlik qilish qatorliq axloqiy qilmishlarni o'zini musulmon deb yuradigan va ibodatlarni qilayotgan kishilar sodir qilmoqda. Shunga birlarining masjidlarda namoz o'qiganligiga yoki haramga ko'p borganligiga yoki madrasada o'qiganligiga qarabla ularga yaxshi deb baho bergili bo'lmaydi. Chunki ibodatlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davridagi munofiqlarmi qilatdi. Namoz o'qiydi. Bir odamning durustligini bilish uchun uning pul muomalasiga qarash kerak. Chunki zamonimizda insonlarning ko'p sonliqi pul bilan sinaladi. Birovning taqvodor ekanligini uning masjidlarga ko'p borganligidan yoki musulmoncha kiyinganligidan belgili bo'lmaydi. Chunki taqvolik degan qalbda bo'ladi. Uning asri odamning yurish-turishida va muomalasida ifodalanadi. Ammo ba'zi odamlar qalbida bo'lmagan taqvolikni yasalmalik bilan bir obdan ko'rsatalaydi. Shunga ular nurg'un kishilarni aldab ketalaydi. Ular o'tküldən ütüb bo'lgandan killa o'zining ichki dunyosini va chirkin yuzini ko'rsatdi. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning oldiga bir odam, yana bir odam uchun guvohlik bergili kirdi. Umar ibn Xattob o odamdan: "Sen guvohlik bermoqchi bo'lgan odaming tunimsan?" deb so'raydi. Odam: "Ha, tunuyman" deb javob berdi. Ondan Umar uningdan: "Sen uning bilan qo'shni bo'lganmi?" deb so'raydi. Odam: "Yo'q" deb javob berdi. Ondan Umar: "Undaqda uning bilan pul muomalasi qilib baqdingmi?" deb so'raydi. Odam: "Yo'q" deb javob berdi. Ondan Umar: "Undaqda birga safar qilib baqdingmi?" deb so'raydi. Odam yana "Yo'q" deb javob berdi. Ondan Umar: "Undaqda sen o odamni masjidda ko'rgan o'xshaysan" deydi. Odam: "Ha, men uni masjidda ko'rgan edim" deydi. Ondan Umar: "Yo'qol, sen o odamni tunimaysan ekan" deb qo'g'lab etdi. Alloh taolo hammamizni rostchil, axloqli mu'minlardan qilsin. Amin.